Bunda ko'ryapsizki, bir qancha tarkibiy qismlar bor. Ya'ni muallifning familiya ismi, ota ismi, tug'ilgan yili, kuni, oy va tug'ilgan joyi, millat, ijtimoiy kelib chiqishi va hokazo ma'lumotlar. Ya'ni xat boshida, birinchi xat boshida uning rasmiy ma'lumotlari aks etadigan bo'lsa, keyingisida esa maktabga borganligi yoki maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanganligi, maktabdan so'ng deylik kollejda, texnikumda ta'lim olganligi yoki maktabdan to'g'ridan-to'g'ri litsey yoki kollejga o'qimasdan universitetga o'qishga topshirib o'qiyotgan bo'lsa va undan so'ng yana mehnat faoliyatini boshlagan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek davriylik asosi ketma-ketlikda aks etishi kerak. Uning erishgan yutuqlarini ham yozsa bo'ladi va yaqin qarindoshlarini ta'kidlab o'tadi, qayd etadi. Yaqin qarindoshlariga ota-onasi, oila tarkibidagi, demak, aka-uka, opa-singillari, turmushga chiqqan yoki uylangan bo'lsa, qaynota-qaynonasi, farzandlari, turmush o'rtog'i qayd etilib, ularning tug'ilgan yili, qayerda ishlashligi, mehnat faoliyati yoziladi. Ularning ma'lumotlari, yaqin qarindoshlarining ma'lumotlari qisqacha, muxtasar yozilishi ham mumkin yoki to'liq, mufassal, mukammal holatda ham qayd etilishi mumkin bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha qaysiki tashkilotning so'ragan tarjimai holiga qarab, oddiy an'anaviy tarjimai hol bo'ladigan bo'lsa, qisqacha ma'lumotlar yoziladi. Bu qisqacha degani ma'lum bir qisqartmalardan foydalanish emas, zarur bo'lgan ma'lumotlargina aks etadi. Ko'ryapsizki, uchinchisi sana va imzo qo'yishi kerak. O'sha husn xat orqali yoki kompyuterda yozgan tarjimai holi muallifi shaxsan o'zining imzosini qo'yadi. Matnning keyingi qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, mana millat, ijtimoiy kelib chiqishdan keyin ota-onasi haqida qisqacha ma'lumot, familiyasi, ismi va ota ismi, ish joyi, ma'lumot qayerda qanday o'quv yurtini tugatganligi va ma'lumotiga ko'ra mutaxassisligi, ish faoliyatining turlari, oxirgi ish joyi va lavozimi, mukofot va rag'batlantirishlar, jamoat ishlariga ishtiroki, oilaviy ahvol va oila a'zolari, pasport ma'lumotlari, turar joyi, uy manzili, telefon raqami va boshqa ma'lumotlar